Mamlakatimizda aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda qabul qilingan davlat dasturlari, yirik investitsion loyihalar hamda infratuzilmani yangilashga qaratilgan tashabbuslar natijasida ko'plab tuman va qishloqlarda ichimlik suvi tarmoqlari tubdan yangilandi. Olis hududlarga ham toza ichimlik suvi kirib bordi. Navbatdagi lavhamizda Sirdaryo viloyatida ushbu yo'nalishda bajarilgan ishlar haqida so'z boradi. Sirdaryo viloyatining o'zida 2016-yil markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlanganlik darajasi 63% ga yetgan bo'lsa, mazkur ko'rsatkich bugungi kunga kelib 88,4% ni tashkil qilmoqda. Bu degani 800 ming nafardan ziyod aholi markazlashgan toza ichimlik suvi bilan ta'minlanganligini ko'rsatadi. Albatta, amalga oshirilgan ishlar ko'lami keng. Raqamlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, 2025-yilda 154,4 kilometr ichimlik, 66,9 kilometr oqova suv tarmoqlari va 87 ta ichimlik va oqova suv inshootlari qurish ishlari amalga oshirildi. Shuningdek, davlatimiz rahbarining 93-sonli qarori asosida Guliston shahrini uzluksiz ichimlik suvi bilan ta'minlash maqsadida zamonaviy gorizontal burg'ulash uskunalari olib kelindi. Ushbu texnika yordamida 64 kilometr ichimlik suv tarmoqlari tortildi. Bu apparatimiz yordamida juda ishlimiz tez va samarali bo'lyapti. Hozir mana 200 metrlik masofani burg'ulab chiqdik. Yo'l usti qatlamalari asfaltlarga zarar bermasdan ishimiz tez oson bityapti. Qolaversa, Guliston shahriga 2 dona suv inshooti, 4 dona suv taqsimlash kameralari qurildi. Shuningdek, aholi xonadonlariga 2,4 ming dona suv hisoblagichlari o'rnatildi. Natijada birinchi bosqichning o'zida 15 ta mahallalardagi 72 ming nafar aholining ichimlik suv ta'minoti yaxshilanib, 24 soatlik rejimga o'tkazildi. Sirdaryoda birinchi marta ichimlik suvi kirib borgan hududlar bor. Avvallari odamlar uzoq masofadan suv tashib ichishga majbur bo'lar edi. Ayni kunda ular ham sifatli ichimlik suvidan bahramand bo'lishmoqda. Yangi quvur tarmoqlari, suv inshootlari va nasos stansiyalarining qurilishi esa aholining kundalik hayotida katta yengillik yaratdi. Mirzobod tumanining Navruz mahallasi 20-25 yillar davomida ichimlik suv ta'minoti umuman bo'lmagan hudud hisoblanardi. 2025-yil yakuni bilan esa ushbu mahallamiz ham ilk bora ichimlik suv bilan ta'minlandilar. Aholini xursandchiligi cheksiz. Ushbu hududga 16,8 kilometr ichimlik suv tarmoqlari tortildi hamda 6 dona yangi tek quduqlar o'rnatildi hamda 900 dona suv hisoblash uskunalari iste'molchilar uyiga qo'yib berildi. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan bu kabi islohotlar orqali aholi salomatligi yanada mustahkamlanmoqda. Zero yangi O'zbekistonda inson qadri barcha narsadan ustundir.